Juda ko'pchilikni o'ylantiradigan Faberlic kompaniyasida qanaqa qilib direktor bo'lish mumkin? Direktor o'zi kim? Mana bu marketing planimiz. Marketing planida 3000 ball qilgan inson direktor hisoblanadi. Bu zinapoyamizning endi boshlang'ichi. Bu omad yo'lingizni engi boshlang'ichi. Qizlar, bu juda ham osonsiz, ya'ni komandangizga 30 ta insonni taklif qilasiz, kunda bittadan insonni va ularga 100 balldan urishni o'rgatasiz. Shunda siz 30 kun davomida direktor bo'lasiz, ya'ni 1,5 katalog davomida siz direktor bo'lasiz. Ikkinchi variantimiz esa siz kunda bittadan konsultant yozdirasiz va ularga 50 balldan zakaz urishni o'rgatasiz va shunda siz 60 kun davomida direktor bo'lasiz, ya'ni 3 katalog davomida. Variant 3, ya'ni siz komandangizga 120 ta insonni taklif qiling va ularga 25 balldan zakaz urishni o'rgating. Shunda siz 120 kun davomida direktor bo'lasiz, 6 katalog davomida. Variant 4, komandangizga 240 ta novichok taklif qiling va 12 balldan zakaz urishni o'rgating. 240 kun davomida siz direktor bo'lasiz, ya'ni 12 katalog davomida. Komandangizda tezroq liderlarni chiqaring va komandangizda rost tezroq bo'ladi. Va hammani o'ylantirayotgan savol, va buni men qanday qilaman? Oltin so'zlar sechivikniki. Kunda bitta insonni taklif qiling. Kunda 3 ta insonni yozdiring. Fakt emas bu insoningiz ishlab ketishi, lekin sizni komandangizda rost bo'lishni boshlaydi. Potokni novichok